KPI qo'ydim, lekin ishlamayapti. Ko'p holatlarda nima bo'ladi? Tadbirkorlik KPI qo'yadi, lekin natija olmaydi. Da to'ppa-to'g'ri, chunki siz mana bunaqa holatda KPI qo'ygansiz. Agar oxirigacha ko'rsangiz, to'lalguncha tushunib olasiz. Nima degani bu? Biz umumiy biznesda jarayonlar bo'ladi va biz bu jarayonlar hammasini bir-biriga bog'lagan holatda, truba holatda ko'ramiz va bu trubadan suvlar o'tib boradi. Lekin biz bitta qismini olamiz, ko'p holatlarda sotuv bo'limida o'sha joyga KPI qo'yamiz. Xuddiki mana bunaqaga o'xshatib katta bo'lib qoladi sotuv bo'limi. Lekin bu joyda qaraydigan bo'lsak, bu katta bo'lgani bilan qolgan jarayonlar ham bir-biriga mos bo'lmasa, siz natija olmaysiz. Nima degani? Bu joyda 70 lik truba qo'ydingiz, keyin 20 talik sotuv bo'limiga katta KPIlar qo'ydingiz yoki bonuslar taklif qildingiz, 150 talik truba qo'ydingiz, keyin bu yoqda 50 talik ishlab chiqarish yoki bo'lmasam yetkazib berish 15 talik yoki bo'lmasa mana dastavka 100 talik. Umuman bir-biriga to'g'ri kelmagan umumiy truba bo'lgani uchun sizda natija bermaydi. Buning uchun nima qilish kerak desa, bu tizimni to'laligicha bir-biri bilan moslashtirish kerak va bitta jarayon ikkinchi jarayonga bog'langan holatli KPIlarni bir-biriga berish kerak. Ana o'shandagina butun sistema yuradi. Ungacha sizda qaysidir joyda suvlar to'planib qoladi, qaysidir joyda umuman suv yurmaydi, umuman ulgurmaydi. Butun tizimingiz sizga kerakli natijani bermaydi. Agar siz xohlasangiz, bu tizim to'laligicha ishlashini va bu trubalar bir-biriga mos bo'lishini obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi videolar bilan sizlarga tushuntirib beraman.